Eshak yana trendda. Qaydan olding buni? Bu din sanga u kattaxo'laydan qolgan meros emas, yo otangning merosi emas bu. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan sahih hadislar borda. Bittasi Imom Termiziyda keladi, bittasi Imom Ahmadning Musnadida keladi. Ertaga qiyomatda ham najotni o'sha ipidan yo temirdan yo ko'zmunchog'idan topadi degan. Alloh saqlasin, bu shirk bo'ladi bu. Man allaqa tamimatan faqad ashrok dedi. Payg'ambar alayhisalom aytadiki, tamimasi bor ekan qo'liga taqolgan deydi. Haligi odamni islomini ham qabul qilmaydi, qo'lini ham ushlamaydi payg'ambar alayhisalom. Yo sen payg'ambar alayhisalomga tuhmat qilyapsan yoki sahobaga tuhmat qilyapsan. Deydi ulamolar, Ibn Abbos radhiyallohu anhudan bir rivoyat bor. Juda ham ko'rkam, juda ham ko'zga yaqin bir bolani qo'liga bir narsa taqib qo'ylaring deganlar. Qo'liga bir narsa taqib qo'ysa, haligi hasad bilan yoki havas bilan ko'z tegishi mumkin bo'lgan nazar bilan bir kishi tikilganda, bolaga emas, o'sha unga taqib qo'yilgan narsaga tegadi. Otga tikilganda ham shu, ekinga tikilganda ham shu. O'sha nazar sinadi. Ikkinchi nazar qilganda foydaga bo'lib ketadi, u tegmaydi deydi. Eshak yana trendda. Nimaga yana kazzoblik qilyapsan? Xoin. Sen bizga aniq ayt. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdimi, qo'lga bu narsa taqib qo'yiladi yoki Ibn Abbos aytdimi? Bizga aniq adres ber. Qaydan olding buni? Bu din sanga u kattaxo'laydan qolgan meros emas, yo otangning merosi emas bu. Nimani xohlasa shart gapirib boraveradigan. Sen gapirayotgan gapni millionlagan odamlar ishlayapti, bilasanmi? Millionlagan odamlarni yo jannatiy yo jahannamiy bo'lib ketishligini masalasi turibdi hozir bu yerda. Sen aytayotgan narsada. Shuning uchun kazzoblik qilmasdan bizga aniq adres ayt. Kim aytdi, qayda aytdi? Qaysi roviylar buni rivoyat qildi? Mana shu kerak bizga. Chunki sen aytayotgan gap so'zlarga Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan sahih hadislar borda. Bittasi Imom Termiziyda keladi, bittasi Imom Ahmadning Musnadida keladi. Bir hadisda Payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi" dedi. Agar kimki bir narsa taqib oladigan bo'lsa, ko'zmunchoq bo'ladimi yoki narsa osib oladigan bo'lsa, tumor bo'ladimi, farqi yo'q, ipmi, temirmi, ana shu taqib olgan narsasiga Alloh taolo tashlab qo'yadi, suyab qo'yadi dedi. Ana shu taqib olgan narsasi bilan baxtli bo'lib ketadi bu toqqan odam. Nauzubillah. Alloh taolo agar tashlab qo'yadigan bo'lsa, bu degani tugadi, pishdi degani. U o'sha ertaga qiyomatda ham najotni o'sha ipidan yo temirdan yo ko'zmunchog'idan topadi degani. Alloh saqlasin, bu shirk bo'ladi bu. Inson har qanday holatda zarar tegadimi, rizq masalasi bo'ladimi, bular hammasi rububiyat masalasi. Alloh taoloning rububiyatida shirk qilgan bo'ladi odam. Ikkinchi hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdiki, "Man allaqa tamimatan faqad ashrok" dedi. Kimki agar tamima taqib oladigan bo'lsa dedi, ana shu shirk qildi dedi. Yoki osib olsa, yoki taqib olsa, farqi yo'q. Shuning uchun biz har qanday narsani, rizq bo'lsin, zarar bo'lsin, foyda bo'lsin, yolg'iz Alloh taolodan kutamiz. Bir delegatsiya keladi payg'ambar alayhisalom oldiga. Hammadan bay'at olib, bitta odamdan bay'at olmaydi payg'ambar alayhisalom. Nimaga? Haligi yon atrofdagilar so'raydi, "Ya Rasululloh, nimaga bundan bay'at olmayapsiz? Qo'lini ham ushlamayapsiz?" deganda payg'ambar alayhisalom aytadiki, "Tamimasi bor ekan qo'liga taqib olgan" deydi. Haligi odamni islomini ham qabul qilmaydi, qo'lini ham ushlamaydi payg'ambar alayhisalom. Keyin haligi qo'lidagi narsasini yechib tashlaydi, payg'ambar alayhisalom uni islomini qabul qiladi. Mana sahih rivoyatlar, mana ochiq. Sen aytayotgan narsalarga 100% teskari. Yo sen payg'ambar alayhisalomga tuhmat qilyapsan yoki sahobaga tuhmat qilyapsan. Biz sendan mana shunga javob kutamiz.